Assalomu alaykum YouTube ahli, tinchmisizlar? Sarlavhada ko'rdingizlar, mavzu aniq. Labo avtomobili uchun muddatli to'lov, ya'ni rassrochkalar ochildi. Juda ham ko'pchilik so'raganda, juda ham ko'pchilik kutganda, ayniqsa tadbirkor akalar juda ko'p yozishardi. Rassrochka ochildi, laboga rassrochka ochildi deb. Va mana ochildi rassrochka. Kamerani shunday aylantirib o'taman, tushuntirib beraman. Shartlarni kalkulyator ko'rsatmoqchi edim. Oylik to'lovlarni hisoblab beraman. Ketdik. Birinchi navbatda ko'rsa, mana mijozlarimiz olib chiqib ketishni boshladilar. Bu adashmasam 3-chi yo 4-chi. Treyler kelganiga o'zi yarim soat ham bo'lgani yo'q. Bu yoqqa ham terib qo'ydik, bu yoqqa ham terib qo'ydik. Bu tarafga ham tayyor labolarimiz ayda turibdi. Savdoda tayyor, yili 26, VIN raqamidan tushunadiganlar biladi. Mana bu harfi T isi 26 ligini bildiradi. P isi bu Pitnak shahridan chiqadi. Agar 25 bo'lsa, SP bo'lardi. Ko'rishinglar mumkin, avtomobillar tayyor. Mana buni VINni ko'rsam bo'ladi hozir 1 daqiqa. Shunday ochamiz. Shunday o'chiramiz. Ko'rishinglar mumkin. Yili 2026. Xodimlarimiz tushuntirib egalariga topshiryaptilar. Xo'p, avtomobilni obzor qilib o'tirmaymiz. Faqatgina bitta narsasini aytib ketaman. Eng ko'p bo'ladigan savol, borti uzunmi deyishadi. Ha, borti uzun. Hozirgi labolarning hammasini borti uzun hisoblanadi. Oldingi labolar greta mana shu yerlardan tugagan, ikki xil bo'lgan borti uzuni, borti kaltasi bo'lgan. Hozirgilarning hammasini borti uzun. Mana bu ikkita labo sal oldiroqqa turibdi, sababli bularning oldiga kaltaroq ko'rinyapti. Qolgan narsasi o'sha magnitofon bo'ladi, tablolari, mayda-cho'da narsalarni aytib o'tirish shart emas. Sababi hamma biladi o'sha labo. Faqatgina to'lov uslublari o'zgargan, shularni ko'rib chiqamiz. Ayni paytda labo avtomobili bo'lib to'lashga foizsiz Asaka Bank, Davr Bank tomonidan va Kapital Bank tomonidan berilyapti. Avtosalonimizda, ya'ni Navoiy avtosex xizmat avtosalonida Asaka Bank mavjud. Shu yerdan rasmiylashtirsalaringiz bo'ladi. Lekin hozirgi paytda Asaka Bank tartiblari biroz o'zgargan. Yo ish haqqi yoki karta оборотga so'rashyapti. Agar sizlarda shulardan biri bo'lsa, ikkalasi bo'lish shart emas. Kartalaringizda оборот har oy 3 million 4 million aylanib yurgan bo'lsa, menimcha chiqadi. Обороткalaringiz bo'lsa, bemalol olsalaringiz bo'ladi. Agar karta обороткalaringiz bo'lmasa, Davr Bankdan ham karta оборотga ham so'ramaydi, ish haqqi ham so'ramaydi. Laboni bo'lib to'lashga bemalol olsanglar bo'ladi. Telefon ekranida ko'rsatyapman oylik grafik, bu foizlarniki. Narxi 96 million 370 ming so'm. 30% ni to'lasanglar 13 oyga 5%, 15 oyga 5% olsalaringiz bo'ladi. 40% ni to'lasanglar 18 oyga 5% olsalaringiz bo'ladi. 22 oyga olish uchun 50% to'lash kerak bo'ladi. Xo'p, 55% to'lasalaringiz ham 22 oyga bo'lib to'lashga olsalaringiz bo'ladi. Bu grafikni men albatta Telegram kanalimga tashlayman. Opisaniyada ham yozib qoldiraman. Kommentariyada ham aynan shu grafikni sal-pal to'g'rilab, chiroyli qilib tashlab qo'yaman. Kirib ko'ra olishingiz mumkin. Xo'p, 24 oyga olish imkoniyati uchun 60% to'laysizlar va 60% to'lasalar 30 oyga ham bo'lib to'lashga olsanglar bo'lar ekan. 70% to'lasalaringiz 36 oyga bemalol bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Endi 70% to'laydiganlar kamdan kam bo'lishi mumkin. 50% ligini ko'raylik. Kalkulyatorga kiramiz. Narxi 96 million 370 ming so'm. Narxga olsalaringiz ham, kreditga olsanglar ham, rassrochkaga olsanglar ham narxi bir xil. Chegirma narx, chegirmasiz narx degan narsa Damas'ga ham, Laboga ham mavjud emas. Narx 96 million 370 ming so'm. Ikkiga bo'lamiz, ya'ni sizlar teng yarim narxini to'laysizlar, 48 million 180 ming qoladi. Buni bo'lamiz 22 oyga foizsiz. 2 million 190 ming so'm chiqar ekan 22 oyga. 2 yilga ham emas. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Bu yuridik shaxs uchun emas, jismoniy shaxslar uchun. Ko'pchilik shunaqa rassrochkalar qo'yganda yuridik shaxslar uchunki bu jismoniy haqida ham gapiring deyishadi. Men yuridik bo'lsa albatta aytaman, bu faqat yuridik uchun deb. Hammani qo'shib ma'lumot berib ketyapmanmi? Bu albatta jismoniy shaxslar uchun degani bo'ladi. Menda mavjud bo'lgan grafiklar 30% niki, mana bunisi 50% niki. 22 oyga 5%, 24 oyga olsanglar, past foizli qolsanglar bo'ladi. 4% qo'shiladi. Mana oylik to'lovi. 30%, 30 oyga olsanglar 7% qo'shiladi. 1700 dan chiqadi. 36 oyga 10% qo'shiladi. Qisqasi, bu grafikni to'liqligicha Telegram kanalimga tashlayman. Bemalol pastda sirkasini qoldiraman, kommentariyada eng tepasida turadi, zakr etib qo'yaman. Kirib kanalimdan ma'lumot olsanglar bo'ladi. Navoiy avtosex xizmat avtosaloniga, Laboga rassrochka davom etyapti, Damas'ga rassrochka davom etyapti.
12 streykerlarga rassrochka davom etyapti. Narxga olganlarga zo'r keshbeklar, bonuslar qilib berilyapti. Trekker olmoqchi bo'lganlar, Navoiy, Buxoro, Samarqand, qaysi viloyatdan bo'lsanglar farqi yo'q. Narxga olsanglar 4 million so'm keshbek, bo'lib to'lashga olsanglar 500 ming so'm keshbek ayni paytda mijozlarga berilyapti. Kerakli hujjatlarni aytishni unutibman. Davr bankdan olmoqchi bo'lsalaringiz, Asaka bankdan shunaqa edi tartibi. O'zingiz o'tkazmoqchisiz, boshlang'ich to'lov so'raydi albatta, pasportingizni so'raydi va ZAKSdan o'tgan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz pasportlari bilan va albatta ZAKS qog'oz bo'lishi kerak. Shu hujjatlarni aytasizlar. Hujjatlarni rasmiylashtirib qolgan pulni bank ko'chirib beradi salonlarga va bemalol kelib avtosalondan avtomashinangizni olib chiqib ketasizlar. Aytib o'tdim, Navoiy avtotexnika avtosaloniga labolar tayyor, pulni ko'chirib sira olib ketaverasizlar. Kutish ayni paytda mavjud emas. Sizlarga menimcha kerakli ma'lumotlarni barchasini berib o'tdim. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Videoga like bosib qo'yish, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.